Soliq to'lovlaridan qarzdorligi bo'lgan shaxs vafot etgan taqdirda uning soliq qarzi to'lanadimi va kim tomonidan to'lanadi? Bugun ushbu masalani ko'rib chiqamiz. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 94-moddasiga muvofiq soliq to'lovlaridan qarzdorligi bo'lgan shaxs vafot etgan taqdirda yoki sud tomonidan vafot etgan deb topilgan taqdirda uning soliq to'lovlaridan qarzdorligi merosxo'rlari tomonidan to'lanadi. Merosxo'rlar tomonidan qanday tartibda to'lanadi? Ya'ni merosxo'rlari o'ziga meros qilib qoldirilgan mol-mulkka teng qiymatdagi soliq qarzini to'laydi. Qolgan miqdori ya'ni umidsiz qarz deb topilishi mumkin, ya'ni meros qilib qoldirilgan mulkdan ortiq qiymatdagi qarzdorlik. Misol tariqasida aytib o'tadigan bo'lsak, aytaylik, vafot etgan shaxsda 200 million so'm miqdoridagi soliq qarzdorligi mavjud. Uning merosxo'rlariga 100 million so'm qiymatdagi mol-mulk meros qilib qoldirilgan. Bu holatda merosxo'r 100 million so'mga teng miqdordagi soliq qarzdorligini to'laydi va ushbu majburiyat yuklatiladi. Qolgan qarzdorlik esa umidsiz qarz sifatida kechib yuboriladi. Bundan tashqari merosxo'rlari tomonidan mol-mulk meros, ya'ni qabul qilib olingan kundan boshlab soliq organlari tomonidan unga 1 oy muddat ichida talabnoma, ya'ni qarzdorlikni to'lash to'g'risida talabnoma yuboriladi va merosxo'r mol-mulkni qabul qilib olgan kundan boshlab 1 yil muddat ichida ushbu qarzdorlikni to'laydi. Bundan tashqari yana bir holatni inobatga olib o'tish kerakki, agarda merosxo'r vafot etgan shaxsning mol-mulkini meros qilib olishdan bosh tortgan taqdirda, ya'ni merosni qabul qilib olmagan taqdirda ham soliq to'lovlari bo'yicha qarzdorlik umidsiz qarz sifatida hisobga olinib, kechib yuboriladi. Shu va shunga o'xshash ma'lumotlar bo'yicha batafsil, ya'ni yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlar orqali biz bilan bog'lanib, masalangizga to'liq qonuniy yechim topishingiz mumkin.